Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugungi fanni mavzuyimiz o'sha birinchi mavzu davom etib ketadi bizada patologiya kitobini yozilishlarini tarixini gapirdik o'tgan safar. Hozir mana shu fan nimani o'rgatadi bizga? Ya'ni patologiya emas, patologiya fani ketadi bizada. Patologiya bizga nimalarni o'rgatadi? Kasallikning sabablarini, nima sababdan shu kasallik kelib chiqdi va rivojlanish mexanizmini, shu kasallik qanday rivojlanib, nima holatlarga olib keldi, qanaqa mexanizmlar bilan ishladi kasallik rivojlanishi, morfologik va molekulyar o'zgarishi, ya'ni hujayrada nima o'zgarishlar bo'ldi, molekulalar qanday o'zgardi holat, klinik ko'rinishi, sindromlari, shu kasallik qanday ko'rindi, o'sha bemorda biz nimalarni ko'rardik oddiy ko'z bilan shu kasallik tufayli, qanaqa o'zgarishlarni ko'rardik va kechishi, bu kasallik qanday kechadi, yaxshi bo'ladimi yoki yo'qmi, yoki nima oqibatlar bilan tugaydi, yoki nogironlikka olib keladimi kasalda, shularni o'rganadi. Mana illyustratsiya chiqdi. Hujayraga stress va shikastlovchi omillar qanday tarzda javob qaytaradi? Mana shu slayd bo'yicha ketadi butun mavzularimiz bizani. Ketma-ketligi. Adaptatsiya jarayonlari, masalan, giperplaziya, gipertrofiya, metaplaziyalar, nekroz, apoptoz degan mavzular, distrofiya degan mavzular, mana qaytar o'zgarishlarga distrofiyalar kiradi. Mana shu slayd asosida biz ichkariga kiramiz, mavzuga kiramiz. Va shu slaydni yaxshi o'rganib olishlaringiz kerak. Normal hujayra gomeostaz bu stress olgan paytda o'shanga moslashadi. Kislorod kelmay qolsa yoki sovuq ta'sir qilsa yoki kuchli issiq ta'sir qilgan paytda, stress paytda o'shanga moslash kerak qiladi. Agar moslashsa, o'zini tashqi ko'rinishi o'zgartiradi, o'sha joyda shikastlanmay qoladi hujayra va o'z ish faoliyatini davom ettiradi. Agar moslash qobiliyati bo'lmasa o'sha joyda hujayra shikastlanadi. Yoki to'g'ridan to'g'ri shikastlash agent birdaniga ta'sir qilib shikastlashi ham mumkin. Va ishga ko'rinsa kerak sizlarda menimcha, agar shikastlanish o'tkinchi yengil bo'lsa, yengilroq bo'lsa va to'xtasa, shikastlash agent to'xtasa, masalan, kuchli past harorat ta'sir qiladi, lekin keyinchalik normal harorat sharoiti bo'lgan paytda o'zgarish qaytadi va hujayra normal holatiga keladi. Agar shikastlanish og'ir, davomli bo'ladigan bo'lsa, agar hujayra shikastlanishdan keyin qaytmas o'zgarish bo'ladi. Qaytmas o'zgarishlar bular nekroz bo'ladi yoki apoptoz bo'ladi. Har holatda ham hujayra o'ladi. Qaytar o'zgarishlar distrofiya bilan bo'ladigan bo'lsa, bu o'zgarishlar qaytar o'zgarishlar bo'ladi, normaga qaytarib olish mumkin. Adaptatsiya nima? Uni qanday ko'rinishlar bor? Adaptatsiya bu hozir men aytdim, og'ir fiziologik yoki patologik stimullarga hujayraning qaytariladigan javob reaksiyasi. Homiladorlik bo'lsa, bu fiziologik. Patologik hozir o'tamiz. Maqsad hujayra yangi o'zgargan, ammo barqaror holatga moslashib, omon qolishi va shu bilan birga ham tirik qolish kerak, ham o'zining vazifasini ham bajara olish kerak adaptatsiyada. Asosiy ko'rinishlari adaptatsiyani surat chiqdi. Gipertrofiya, hujayraning hajmi va faoliyati ortishi. Giperplaziya, hujayraning soni va faoliyati ortishi. Atrofiyada hujayraning hajmi va faoliyati pasayishi, kamayishi. Va metaplaziya bor, hujayraning tashqi ko'rinishi o'zgarishi, ya'ni oilasini saqlab qoladi. Epiteliyagacha qoladi, faqat boshqa tur paydo bo'ladi. Va shunga bir narsaga e'tibor berish kerak, shu joyda ko'p kishi xato qiladigan joy bor. Gipertrofiya va hujayra hajmining kattalashi deydi. Yo'q, hajmining kattalashishini o'zi yetarli emas gipertrofiya deyish uchun. Gipertrofiya bo'lish uchun uni faoliyati ham ortishi kerak. Oldingidan ko'ra ko'proq ish ham bajarish kerak. Va giperplaziyada ham nafaqat soni ortishi kerak, uni ishi ham ko'proq bo'lishi kerak. Atrofiyada bo'lsa, hujayraning faqat hajmi kichrayishi atrofiya bo'lmaydi. Uni funksiyasi ham pasayishi kerak avvalgidan ko'ra. Rasmga e'tibor berasizlar eslab qolish uchun. Va sxematik rasm chiqdi. Normal hujayralar mana ko'ryapsizlar, 6 ta hujayra turibdi, atrofiya bo'ldi, soni turibdi, faqat hajmi kichraygan holatda. Gipertrofiya bo'ldi, soni saqlangan, o'zi hajmi kattalashgan holatda. Giperplaziya bo'ldi, soni oshgan buni. Va ta'sirchan agent olib tashlansa, hujayra odatdagi holatiga asoratsiz tiklanish kerak. Mana yuqorida aytdim men. Sxema bo'yicha ketyapti. Katta birinchi chiqqan sxema bo'yicha. Gipertrofiyaning qanday turlari mavjud? Patologik va fiziologik turlari bor gipertrofiyani. Fiziologik turlari qachon bo'ladi? Normal holatda uchraydigan bizadagi jarayonlar.
bizga hayot tarzimizga qo'shimcha nagruzka beradigan jarayonlar o'sha fiziologik turdagi gipertrofiyaga sabab bo'ladi. Masalan, homiladorlik holati yoki sportchilarda shug'ullangan paytda sport bilan muskullarning gipertrofiyasi fiziologik holatda kiradi. Illyustratsiyada mana bachadan ko'rsatilgan homilador bo'lgan bachadan va homilador bo'lmagan bachadan farqini ko'rsatib, muskullar kichkina hujayralar, yadrolar. Bu yerda muskul katta bo'lgan. Gipertrofiya, fiziologik gipertrofiya haqida gaplashyapmiz. Yoki miokard gipertrofiyasi. Normal holatda yaqinlashtirib ko'rsatilgan, xuddi o'sha 10likka yoki 20lik mikroskopda ko'rilganda xuddi o'sha kattalashtirib ko'rsatganda mana farqini qaraylik, qanchalik farq qilib ketgan hujayra. Va patologik turida misol bo'ladi, patologik turiga gipertrofik kardiomiyopatiyalar. Bu kasallik oqibatida bo'ladigan va o'z holiga qaytish ehtimoli yo'q bo'ladi yana. Homiladorlikdan keyin lekin bachadan o'z holiga qaytadi. Patologikda o'z holiga qaytmaydi. Va patologik yana bitta farqlar bor. Biz ichkariga kirganda o'tamiz, biz mavzuga chuqur kirgan. Aortal stenozda, gipertrofiya, gipertenziyada ma'lum bir kasallik sababli bo'ladigan organning kattalashishi o'sha patologik gipertrofiyaga misol bo'ladi. Gipertrofik kardiomiyopatiya berildi bizda. Va miokard gipertrofiyasi mexanizmlari. Asosiy stimullar va mexanik sensorlar, bosim bo'lishi, yuklamani ko'p bo'lishi, o'sish omillari ta'sir qilishi, transformation growth factor, insulin-like growth factor, fibroblast growth faktorlar ta'sir qilishi, vazoaktiv moddalar ajralishi va o'shalarning ta'sirida miokard oqsil sintezi kuchaytiriladi. Gipertrofiyaning asosida yotadigan narsa bu oqsil sintezining kuchayishi. Har qanaqa sabablar oxirida borib oqsil sintezi kuchayishiga olib kelish kerak. Shundagina gipertrofiya bo'ladi. Biokimyo yo'llari qanday? Fosfatidilin 3 kinaza AKT yo'li, uni o'tamiz hali. Fiziologik gipertrofiya ishlaydi va patologik gipertrofiya G oqsil reseptor orqali bo'ladi. G oqsil tipdagi gipertrofiya bo'lganda, ya'ni patologik gipertrofiya bo'lganda muskullar o'rniga embrional tipdagi qisqaruvchi oqsillar sintezlanadi. Normal qisqaruvchi oqsillar va organellar darajasida gipertrofiya ham bor. O'sha hujayraning o'zi kattalashmaydi-da, ichidagi ma'lum bir organlar kattalashi funksiyasi ortadi. Masalan, gepatatitlarda endoplazmatik to'rdi gipertrofiyasi. Natijada sitoxrom P450 oksidaza faolligi ortadi va barbituratlar tezroq metabolizatsiyalanadi. Ana shu narsa dorilarga sezuvchanlikni pasayishning asosiy mexanizmi ana shu organella darajasida gipertrofiya yotadi. Misol uchun ma'lum bir dori yarim tabletkadan ichganda boshida ta'sir qiladi, 10-15 kundan keyin yarim tabletka emas, bir tabletga o'tishga to'g'ri keladi. Ana shu narsa jigar o'shani o'zgartirishni osonlashtirib oldi. Tez zararsizlantiryapti uni. Organizmga ta'sir qilayotgan molekulalarni qoldirmayapti hattoki. Gipertrofiya bo'lish natijasida o'shani va dorini oshirishga to'g'ri keladi bizga. Yarim tabletka berishadi, to'liq uni yo'q qolasa, keyin bir tabletka berasizlar, hech bo'lmasa yarmi o'tish kerak deb. Yurakning fiziologik gipertrofiyasi. Insulin-like growth factor, pastda abreviaturani nimalarga kelib chiqdi? Fosfoinazitit. Mana PI fosfoinazitit. 3K, 3 kinaza, 3 kinaza degan. Fosfoinazitit, 3 kinaza. Shu narsani eslab qo'yinglar shu yerdan. Qolganlari unchalik ham qiyin emas. Normal holatda yurakda fiziologik gipertrofiyasini men tushuntiraman sizlarga. Sxemaga qarang, faqat rasmga qaranglar. Signal boshlanasi mashq qilganda bo'ladi, misol uchun yurak gipertrofiyaga uchraydi. Mashq qilganda insulin-like growth factor ajralib chiqadi, EGF1. Mana sxemada ajralib chiqdi va u o'zini reseptor EGF1 reseptorga bog'lanadi kelib. Bog'langandan keyin fosfoinazitit aytish qiyin ekan juda. Fosfoinazitit 3 kinaza aktivlanish jarayoni. PI3 kinazani faollashtirdi EGF1 mana sxemaga qaranglar va u
difosfatdan trifosfat ko'rinishga o'tdi. Mana trifosfat ko'rinishga o'tdi. Trifosfat ko'rinishga o'tgandan keyin u PDK1 bilan protein kinaza yoki aktni membranaga jalb qiladi, o'ziga tortadi. Mana jalb qiladi. Ko'ryapsizlar sxemani? Bu o'z navbatda PDK1 bilan mTOR2 yo'llarini aktivlashtiradi va o'sha protein kinaza B yoki AKT ni fosforlaydi. AKT fosforlangandan keyin fiziologik gipertrofiya o'tadi, kardiomiyotsitlar o'sadi, angiogenez bo'ladi o'z navbatda va yurak massasi ortadi va patologik gipertrofiya bo'lish yo'llari ham to'siladi shu bilan. AKT orqali, ya'ni protein kinaza B orqali bo'ladigan gipertrofiya. Va kardioprotektiv ta'sir degani kontraktlilik bor. Kontraktillik bunda yurak muskullari mutanosib gipertrofiya bo'lishi kerak, ya'ni qisqarishi, bir-biriga kelib ulanishi ham saqlab qolish kerak. Fiziologikda patologikdan farqi ham shunda. Bir-biriga to'g'ri ulanadi-da, kuchi oshadi. Patologikda hozir biz o'tamiz asosiy farqini. Unda ham kattalashadi, lekin nima sababdan oxiriga borib ishlamay qolishini. Va bunda CRSA2 gen qatnashadi mana shunda. Kardiomiyotsitlar bir-biriga to'g'ri ulanishda va patologik gipertrofiyada shu narsa bo'lmagani uchun shu genni terapiyasi ham o'tkazilyapti hozirda. Va apoptozni to'xtatib qoladi. Fiziologik gipertrofiyada apoptoz bo'lmaydi, ya'ni kattalashgan hujayra ma'lum vaqtda ishlab, keyin apoptozga o'tib o'zini o'zi yo'q qilmaydi. Mushak gipertrofiyasi, atrofiyasi haqida tushuncha berilgan bunda. IGF-1, P3 kinaza, AKT mTOR yo'nalishini men sizga tushuntirdim. Shuning natijasida oqsil sintez oshadi. Ko'ryapsizlar buni? Jismoniy mashq bajargan insulin-like growth faktorni eslab qo'yinglar. IGF-1 ni asosiy kerakli molekula bizga. Jismoniy mashq qilganda IGF-1 ajralib chiqadi. Va oxiriga borib shu oqsil sintezini kuchaytiradi mana shu narsa. Va atrofiya qachon ketib qoladi? Shu narsa bo'lmay qolishi. Tormozlovchi yo'l yoki. Ko'ryapsizlar, yostiqda yotgan bemor glyukozlar qabul qilgan yoki bo'lmasa stress ko'p bo'layotgandan keyin shu glyukoz gormonlar ko'p ajraladi. Va mashq qilmaydi, harakat qilmaydi. Harakat qilmagandan keyin AKT ni faolligi ham oshadi, kamayadi. Chunki insulin-like growth factor 1 ajralmaydi harakat qilmagan uchun. AKT ni faolligi pasaygandan keyin FOXO faktorlari ishga tushar ekan. Mana. FOXO transfer faktorlari faollashadi. U yadrodagi ubiquitin ligaza genlarini, atragin M va MURF degan genlar bor. Shularni faollashtirar ekan. Mana shu narsalar ubiquitin degan narsa bor. O'tamiz bundan uni. Ubiquitin molekulalarini olib kelib yopishtiradi muskulga. Ubiquitin yopishgan muskullarni proteasomalar maydalab tashlaydi, parchalaydi. Ana shu hisobdan oqsillar parchalanib kuchayadi va mushak massasi yo'qolib, atrofiya bo'ladi natijada. Demak, bizda fiziologik gipertrofiya bu insulin-like growth factor orqali bo'ladigan, oxiri mTOR orqali oqsil sintezlar bilan boradi. Atrofiya jarayoni esa FOXO transkriptor faktorlarning faollashishi natijasida ubiquitin ligazalar va proteasomalar ishlash hisobidan bo'ladi atrofiya. Va insulin-like growth factor ahamiyati shunchalik ekanki, buni tug'ma yetishmaslik holati ham bo'lar ekan, irsiy. Insulin-like growth factor 1 deficiency. Primary, birlamchi. O'sha yetarli ishlab chiqarish bo'lmagan natijasida bo'yi past bo'ladi bolalarda. Ya'ni pakanak rivojlanadi. Boshi ham kichkina bo'ladi, aqliy faoliyat, intellektuali ham pasayadi bolalarda. Ovozi ingichka bo'lib qoladi. Nimaiki o'sish kerak bo'lsa organizmda o'sha narsa sekin o'sadi normadan. Hamma sistemani o'sish uchun insulin-like growth factor juda kerak. Diagnostikasi shunday narsaki,
o'sha gipofiz gormonlari o'lchanganda u normal chiqadi yoki normadan ham yuqori chiqadi, chunki o'stirish uchun u ko'proq ajratadi. Insulinlik girof faktor 1 darajasi juda past chiqadi. Buni amaliy ahamiyati bor bizada. Bu narsa tekshirilmaydi, chunki bolalar o'sha o'sish gormonlari tekshiriladi, normal bo'lsa-da, bo'yi past bo'lsa birdan buniki nasli ekanda deb e'tibor qilishmaydi bolachaga. O'sha bolacha pakana bo'lib qoladi, aqliy faoliyati ham pasayib qoladi va katta bo'lganda ham maktabga doim borganda u, men doim aytib o'tamanki, agar bir narsani o'rganmoqchi bo'lsanglar, uni o'sha bemorni oilaviy sharoitiga kirish kerak, yaqinlarini o'rniga o'zlarini qo'yishlari kerak. O'shandagina shu kasallik haqida yaxshi o'rganasizlar. Endi o'sha bola doimiy maktabdan men pakana deyishdi deb yig'lab keladi uyiga va ota-onasi uchun bu tashvish. Yo'l yo'q, davolashning imkoniyati yo'q. Chunki bizda tekshiruv bo'yicha bu nasliy deb aytilgan. Nasl o'tgan bu. Buni hech qanday davosi yo'q, bu baribir pakana bo'lib qoladi deyishgan, taqdirga tan berib qo'ygan ular. Lekin vaqt o'tishi bilan o'sha bola 18-20 ga kirdi, nimadir ish bilan, boshqa bilan chet elga borgan paytda, ko'ringan paytda bir tekshirtirib qolsa, ular mana bu narsani aniqlasa agar, senda mana bu narsa bor ekan desa agar, unga aytishadiki, davolansam bo'ladimi desa, yoshlikda davolanganda yaxshi bo'lib ketadi inson deydi. Agar mana shu diagnoz to'g'ri qo'yilsa, o'zimizda va o'shani mekasermin degan dorisi bor, rekombinant olingan, iskustun olingan insulinlik girof faktorligini o'shani bersa, hamma qatori u normal odam bo'ladi. Normal kattalashadi. Va qizil bilan yozib qo'yaman, faqat bolalik davrida samarali bo'ladi. Va mana bu yerda berilgan 17,5 yoshda shu keyin bilib qolishgan, shunaqa narsa borligini va baribir davolashga harakat qilishgan. 6 oy davomida EGF1 sintetik nimasi bergandan keyin 4 sm o'sgan bola. 6 oy, agar bu yoshligida shu narsa bilinganda edi, bu hammamiz qatori sog'lom bo'lardi. Ko'ryapsizlar, chap qo'lda holati, o'ng qo'lda keyin dori ichgandan keyin sochlari tikka jingalak bo'lib o'sa boshlagan, iyaklari kattalashgan, ko'zlari, burunlari kattalashgan. E'tibor beringlar insulinlik girof faktorda ahamiyatini. Va patologik gipertrofiya xususiyatlarini aytamiz. Bu G-oqsil retseptorlar faollashi bilan boradi patologik gipertrofiya va fetal genlar dasturi qayta yoqiladi. Ya'ni embrional tipda bo'ldi, muskul o'sdi, qaytib ko'paymas kerak, faqat kattalash kerak. Lekin patologik gipertrofiyada shu genlar yana yoqiladi. Embrional miyotsitlar hosil bo'ladi va lekin ularning qisqarish kuchi past. Ular faqat bo'linib, bunday nozik niholga o'xshagan narsa. Soni bo'lish kerak. Ularni katta bo'lgandan keyin inson ularga bitirib uchrash kerak edi. Lekin ishlashga to'g'ri kelib qoldi o'shalar. Hosil bo'ladi, ishlashga to'g'ri keladi va ular o'zini ishini eplolmaydi. Yetuk miyotsitda eplolmaydi va natijasida kontaktil disfunksiya, boya kontaktillik aytdim, bir-biriga to'g'ri ulanadi va to'g'ri qisqarib kuch ortadi. Bu yerga kontaktil disfunksiya bo'ladi, bir-biriga to'g'ri kelmaydi va har bir o'zicha mustaqil qisqarib qoladi. Shuning natijasida aritmiya bo'ladi. Patologik gipertrofiyada shuning natijasida yurak yetishmovchilik kelib chiqadi. Muskul katta, lekin qisqarish kuchi yo'q va sinxronlik yo'q. O'zaro kelishib qisqarmaydi. Va shundaki muskul to'qimas patologik gipertrofiyada fiziologdan yana farqli o'laroq fibroz, kontaktil disfunksiya va fetal genlar qayta yo'qolishi bilan kechadi. Eslab qolinglar ana shu narsani. Fiziologik gipertrofiya bu EGF bilan bo'lsa, patologik gipertrofiya G-oqsil retseptorlar bilan bo'ladi va embrional tipdagi miyotsitlar hosil bo'lish natijasida bo'ladi va bu yerda kontaktil disfunksiyaga kechadi. Yana bir tomoni angiogenezam bo'lmaydi. O'sha kattalashga qarayga nisbatan kerakli qon tomirlar hosil bo'lmaydi. Ishemiyaga kechadi. Va fiziologik gipertrofiyada barcha hujayralar bir xil o'sadi, patologikda esa ayrimlari kattalashib ketadi, boshqalar orada qolib kichrayib ketadi. Ana shu narsani dissinxroniya deydi. Orada fibroz biriktirish to'qimi o'sadi, chunki ishini bajara olmay qon kelmagandan keyin bular baribir nekrozga, apoptozga uchraydi. Vaqti kelib metabolik stress bo'ladi, apoptoz kuchayadi va ana gipertrofiya, kardiomiyopatiya miyotsitlari bir-biriga umuman to'g'ri kelmagan, ulanmagan ko'ryapsizlar. Mana bular joyda apoptozga uchragan va fibroz bo'lgan, biriktirish to'qima o'sgan. Bular qisqara olmaydi hech qachon. Qisqarganda ham bir xil qisqarib, bir ish bajara olmaydi. O'zlaricha qisqarib yotadi, aritmiya bo'ladi. Notekis taqsimlanish
buralib yotibdi. Mikroskopik rasmdan qo'rqmanglar, o'rganib ko'zlarni o'rgatib boringlar. Bu boya chiqqan rasm. Gipertrofik kardiomiopatiyaning asosiy sababi sarkamil oqsillar mutatsiyasi, ya'ni patologik kuchaytiruvchi omil G protein orqali signal yo'llarining kuchayib ketishi natijasida gipertrofik kardiomiopatiya kelib chiqadi. Va keyingi mavzuyimiz bizning giperplaziya. Shu joyda to'xtatamiz, chunki juda uzoq bo'lib ketadi agar davom ettirsak. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar va IGF faktori eslardan chiqmasin o'sha bolachani rasmi. Va pakanalik holatida shu narsani eslash kerak. Qachon ishlasanglar, kimdir murojaat qilsa sizga mana shu narsani tekshirish kerak deb eslab qo'yinglar.